Heyo hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan car parking chol degan o'yinni o'ynab, mazza qilib, dam olamiz va men bu o'yinni kuchayib ko'rdim. Mana shu mashinam, meni mashinam. Hop. Tuning qilaman, anaqa yaxshiroq motor qo'yamiz. Wi-Fi yoqishimiz kerak ekan. Wi-Fi ga ulangandan keyin biz tekinga qo'yishimiz mumkin. Yana bilmadim. Motorimiz kattalashadi. Bitta reklama evaziga shuni qo'yishimiz mumkin. Sizlar ham foydalaning. Hop. Bo'ldik. Ikkita videoga ekan. Ikkita videoga berar ekan buni. Va bu qo'yildi. Hop. Buni ham ko'ramiz. Faqat Yandex.Go berar ekan. Boshqa uzoq reklamalar ham berib qolishi mumkin. Bu ham qo'yildi. Qolgani tekin emas ekan. Hop. Вы когда-нибудь записывали себя, думая, что поете отлично? Но на самом деле запись звучала так. Uzoq reklamalar bersa, chiqib ketsangiz va qaytib kirsangiz reklama bo'lmaydi va bitta motorni shu tuzatib olsangiz bo'ldi. Kunlik narsa ham berish mumkin. Mana bu yerda kunlik beradi. Hop. House bu. Bo'yan mashinani. Hop, birinchisiga bosamiz. Spoiler qo'yishimiz kerak ekan. Shunaqa ishlar qilsangiz bo'ladi, spoiler. Yangi mashinani o'zi ham sotib olsangiz bo'ladi. Men buni bunaqasini qo'yganman. Bunaqasi ham bor, kattasini qo'yganman. Hop. Chiqib ketmayotgan bo'lsa, bitta muammosiz kirib chiqsangiz bo'ladi. Wi-Fi o'chirib turib chiqasiz va keyin yana bitta bir bor kirib chiqsangiz bug hosil bo'ldi menimcha. O'chirib turib boshqatdan kiramiz va o'yinni grafika unga o'xshash narsalarni to'g'irlab turib o'yinga kira boshlaymiz. Mana shu yerda nomi chiqadi. Car Parking Driving Stall degan o'yin. Taklif qiladi. Nastroyka. Hop, mana bunday chiqadi narsalar. Controls. Hop. Graphics mana. Love, Nicked. Hop, sound. Live account ochasiz bo'ladi. Hop,
unda qani mana bu yerda mashinalar 4 taga tanlab turib bularni olsangiz bo'ladi. Har xil mashinalar bor. Mana bu mashina ham bor. 55.500 ga. Sotib bo'lmaydi, qimmat. Qani ketdik unda. Better play bor, play online bor. Play online. Play instinct. Wi-Fi kerak faqat bu yoqqa. Xohlasangiz chaqirib o'ynashingiz mumkin. Xohlasangiz men oddiy player. Mana bu yerdan mana bu odamni ko'rinishi. Yuzi. Bunisi mana kiyimi. Xohlasangiz bo'ladi. Xullas tekinga narsa yo'q bu yerda. Bizniki normalniy. Soch ham chiroyli. Unda ketdik. Gap ko'p cho'zmasdan. Raving Mad City. Car parkingga o'xshab ketadi-yu, lekin grafika tomonlar bo'yicha boshqa. Grafika yaxshi. Ovoz, haydash, nimalar yaxshi. Shunday car parking shunaqa joy bor. Mana oddiy uyda tursanglar ham mana 6-chisiga o'tqizsanglar xuddi boshqachaga o'xshab turib olib beradi. Bunday qilib chiroyli qilib mana salonni ko'rsataman. Mana kuzatib turamiz. Mana saloni telefoni bo'ladi, car parkingga o'xshab. Hamma narsasi bo'ladi, laboy artadi. Birga qaytiladi. Kamar taqasiz va haydashni boshlaysiz. Drift yo'q qo'ysangiz mana. Qo'ysangiz yaxshi bo'lmaydi. Yana bir ajoyib uslubi bor. Video olayotgan bo'lsangiz, bunday qilib video olsangiz bo'ladi. Bunday to'xtaysiz. Garajga xuddi masalan car parkingga o'xshab videoni orqasida orqaga qilib bor. Car parkingga o'xshab video olmoqchi bo'lsangiz, bunda ham olsangiz bo'ladi. Mana yaqinlashgan sari to'xta deydi. Mana odamchani bossangiz tushadi. Mashinam obzor deydi. Mana uydan xuddi chiqqandek bo'lib, mana bu o'tirayotgan bola, o'tirib bitta turib yuringlar mashinamizda aylanib kelamiz deydi. Borib turib, mana rul belgisini bosib, zavod qilmasa ham bitta gazni bossa zavod bo'ladi. Mana o'chirasiz. Mana zavod qilmasangiz ham, oldiga borsangiz ham zavod qiladi. Bitta orqani bosib qo'ysangiz ham, mana oldini bosib oldim. Kechirasiz, mana bitta orqani bosdim, zavod bo'ladi. Mana o'z yuradigani ham bor, 4 kilometrda. Gazni bosib turib, 10 tez qilib qo'ysangiz, pavorotni anaqalari ham bor. Sekin yurmaydi. Tez yuradi mashina. Ovozini maylislar uchun sal ko'taraman. Nimadirga kirdik, mayli. Taksist olib borib qo'yishimiz kerak ekan 400 metrga. Biz ketdik 400 metrga. 400 metrga boramiz. To'g'riga emas. Sekin yurish kerak, komfort his qilish kerak o'zini.
Yo'l qoidalarini buzmasdan, urilmasdan borishimiz kerak. Juda yaqinda. Komfort his berish kerak. Komfort degan yozuv chiqadi. Faqat tezroq yetib olib borishimiz kerak, chunki vaqt cheklangan. O'shaning uchun biz juda ham tez mana shu vaqt ichida olib borishimiz kerak. 17-18 sekund ichida olib borishimiz kerak. Iloji bu komfort tushdi. Bizni vaqtimiz ancha qoldi. Komfort 77% tushdi. Biz ham olib kelib qo'ydik. Pul ishlab olsangiz ham bo'ladi. Pul ishlab olib turib mashina yoki sotib olishingiz mumkin. Mana yana bitta mijoz. Buni ham borishimiz kerak uzoq yo'lga. Faqat tezroq borishimiz, mashinangiz tez bo'lishi kerak. Menga marra ko'rinyapti, chunki mashinam tez yuradi. Agar bironta mashinaga urilsangiz komfort kamayadi va kamroq qirol komfortga tushadi. Juda ham sekin borish kerak mijozlarni. Qarama-qarshi mashinaga urilsangiz ham komfort kamayadi. Keldik. Qirol komfort. Xo'p, necha pul berar ekan bu? Bu ko'proq berdi. Bilmadim. Bu uchinchisi 4-5 larda uzoqqa borishingiz kerak. 1 minut beradi menimcha, hozir 55 sekund. Juda yaqin. Men komfort 100 ga borib ko'raman. Yana bilmadim necha pul beradi. Tormoz bosib olishingiz kerak. 88 ga tushdi. Sekin olishingiz kerak. Bosib avtomatik sxemasi 62 ga ketaveradi. Faqat tezroq borishingiz kerak. 20 sekundimiz qoldi. Yer yo'limizdan mashina chiqib qolsa, kelishga ulguramiz. Keldik. 88 komfort bilan. Hech 100 komfort bilan olib kelib ko'rmadim. Bitta 100 komfort bilan olib kelamiz va video tugaydi. 100 komfort bilan olib kelib ko'ramiz, necha pul berishini ko'ramiz. 100 komfort bilan eng katta summani bersa kerak. Yana bilmadim, 480 metrga odam tashiymiz. 480 metrga juda ham tez borishimiz kerak. 30 sekund, yana burama yo'l. 100 komfortda mashina ham bor. 100 komfortda olib borish qiyinroq. Yana bilmadim. Bu mashinalarga qarab o'tirmasdan ko'rinadi marra. 100 komfortda borarkanmiz. Shundan keyin video tugaydi. Yer yo'limizdan mashina chiqib qolmasa va ana bo'ldi. Xayr, hammaga like va podpiska, sizlardan chiqmasin.